Boxing Chempionligi Hype Reality iz O'zbekistona O'zbek o'g'loni Verniy Sin O'zbekiston narodi iz Toshkentda. Ladies and gentlemen, xonimlar va janoblar, qarshi oling Timur Nikulin. Ему 30 лет, рост 180 сантиметров, вес 76 килограммов 300 граммов. Его профессиональный рекорд: 1 бой, 1 победа, одержана нокаутом. Он обладатель пояса BFB Лиги Октагон, заслуженный деятель Республики Казахстан, гордый сын казахского народа из Алматы, Казахстан. Приветствуйте, Эркебулан bitta jangi bor. Erkebo'lanning bitta jang, bitta g'alaba. Bo'ldi. Keldi markazga ikki sportchi ham. Jang boshlanish arafasida do'stlar. Kuzatamiz jarayonni. Mana bu 100-100 kelgan holatda Erkebo'lan biroz bo'yi uzunroqdek ko'rindi. Lekin bu chalg'ituvchi holat bo'lishi mumkin. Optik illyuziya. Umuman jarayonda ko'rib olamiz. Xo'sh. Profbox All Stars promotorlik kompaniyasi kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkebo'lan jeb bilan boshladi, chap qo'lda. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Erkebo'lanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Erkebo'lanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bu zarbalar e'tibor bering. Erkebo'lan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishni ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'zida g'olib ma'lum bo'lyapti. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3-nuqta yerga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab ham, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin. Timur Nikulin e'tiroz bildiryapti, lekin bilmadim, foydasiz menimcha. Jang to'xtatildi, Profboxda qaror o'zgartirilmaydi. To'xtatilishi xatomi, to'g'rimi, lekin qaror o'zgartirilmaydi. Profboxda jang to'xtatilgandan so'ng bo'ldi. Erkebo'lan To'xtar g'alaba bilan tabriklaymiz. G'alaba bilan tabriklaymiz va davom etadi. Bu bilan hisob-kitob va to'g'risini aytaman, endi tili uzun bo'ladi. Tez buni qaysidir boshqa MMA yurtdoshimiz yo boksda qaysidir birini to'xtatmasa, lekin qochadi. Bunisi ham bor, jangdan qochadi ba'zida. Odilxon, qayerdasan?
Kim yoki Shahzod Uzoqovmi? Tabriklaymiz, Erkibo'lan To'xtar g'alaba bilan nishonlayapti g'alabani. Qozog'istondan juda ko'plab muxlislar kelgan, uni qo'llab-quvvatlash uchun. Arenadagi muxlislar joylashgan sektorning bir tomoni deyarli to'lig'icha uni qo'llab-quvvatlayapti. Mana Erkibo'lan borib hurmat ko'rsatdi Nikolinga ham. Albatta biz ham g'alaba bilan tabriklaymiz ushbu sportchini. Muxlislar, kechaning yakuni mana shunday bo'ldi. Markaziy jang birinchi raunddayoq tugadi va rasmiy qaror e'lon qilinadi. Ваши овации, аплодисменты в этом ярком поединке, которого так все долго ждали. На первой минуте 20 секунде победу нокаутом одержал Erkibo'lan Erkibo'lan To'xtar g'alabalari sonini 2 taga yetkazdi. Ikkinchi jang, ikkinchi g'alaba. Bundan oldingi jangda ham To'xtar nokaut bilan zafar quchgan edi va bu safar ham nokaut bilan zafar quchyapti. Тимур, ты видишь, как народ за тебя так сильно болеет, тебя любит Узбекистан. Это же правда, Ташкент! Ваши аплодисменты Тимуру Никулину! Ребята, всем спасибо, кто пришел. Сегодня я вас подвел, извините. Всегда поддержим бойцов. Это спорт. Erkibo'lan, эти аплодисменты для тебя. Сегодня ты выиграл. Твои эмоции. Как тебе Ташкент? Как тебя встретили здесь, в Узбекистане? Assalomu alaykum Toshkent. So'zni tinglash kerak. Men mana yerda o'zimni uyda yurgandek sezdim, rahmat. Kelgandan kutib oldi. Mana bola o'yladi. Mana boladan so'ragan negizi. Bo'yni o'z bolaga bergan. Сөйткенде kimmen chiqqim keladi degan. Erkibo'lan To'xtarmen dedi-da bu. Bu meni o'zining istoriyasida yozgisi keldi. A men buni o'zim istoriyama yozib ketdim. Bu o'yladim, какой-то aktyor Qozog'istondan kelgan. Bizda любой odam razzoratni bilmaydi-ov deyman. Qanday rahmat. So'sin. 3-4 personaj uchun бүкіл халық туралы ондай ойлауға болмайды. Мысалы, Алишер, мен тренерім. Өзбекстанға бірінші рет келді. Халқы қандай күшті, қандай жылы дейді да. Күтіп алып жатыр, тамақ беріп жатыр. Мен анау 4-5 адам үшін бүкіл халық сондай деп ойладым дейді да. Так что солай ойламаңыздар. Халық өте керемет. Мен жақсы көрем, Өзбекстан жақсы көрем. Өзбек халқын жақсы көрем. Біз доспыз. О 4-5 адам үшін достықтан айырылмауымыз керек, дос болуымыз керек. Бірге соревноваться етіп, жарысып, даму керекпіз біз. Сондықтан да, давайте, жарысып, дамайық. Сосын, неге? Еркебұлан қайдасың дей бересіңдер. Давай, мен де айтайын. Қалай болады деген бұл, мен де сезіп көрейін. Гол қайдасың! O'zbekiston xalqining mehmon do'stligi haqida Erkibo'lan To'xtar alohida to'xtalib o'tdi. To'g'ri, menga 3-4 odam yezib tashlagan bo'lishi mumkin, lekin ular bilan butun o'zbek xalqini yomon ko'rib qolmayman deb aytib o'tyapti Erkibo'lan To'xtar. Va bir tomonda arenaning bir chetida hozir
Shahzod Uzoqov Yerke'bullarning oldiga chiqmoqchi bo'lyapti. Bu gapi bilmadim. Umuman olganda yomon ma'noda gap ham bo'lgani yo'q. Shunchaki aytib, mehmon do'stlikka alohida to'xtaldi, lekin bu hech qanaqa millat yoki davlat o'rtasidagi yomonlik emas. Sportchilar o'rtasidagi mana shunday suhbatlar bo'ladi o'zi, buni yaxshi bilasiz. Va odatda mana shunday oqshomlarda yakunda yuzma-yuz kelishadi sportchilar va ko'ramiz, Shahzod Uzoqov chiqayapti jarayon ringga va mana ketdi face to face. Hozirning o'zida uyushtiriladi. Shunday bo'lishini biroz avval ham taxmin qilgan edik aslida. Menimcha bu hikoya MMA olamida davom etadi. MMA olamida davom etadi. Спасибо за вечер. Boksdami ekan, bilmadim. Tashkilotchilar ketish kerak. Qaysi promotorlik kompaniyasi ketish kerak. Я уже подрался. MMA Я olamida бесплатно bo'lsa не держусь. tushunarli. Зия, Рахмет за вечер, за сегодняшний. Следующий, если с голодом организуешь, будет прекрасно. Нам не важно, где драться. Нам главное показать людям, что я могу, что он может. Seni kutib, sochlarim oqarib ketdi. Sochimni kestirdim sen uchun. Navbatchang bo'ladi endi. Tashkent, дайте шуму! Mana haqiqiy yakunlandi. Это только спорт! Это только спорт! Kelishdi. Всегда между нашими народами оставалась крепкая дружба, пусть так будет всегда. Это только спорт. Еркеблан, эти аплодисменты для тебя! Uchrashdi kecha ham va bugun mana ringda ham uchrashishdi. Bu yog'i tashkilotchilar, bu yog'i shartnomalar, bu yog'i kelishuv.